Toshkentdagi maktablarning birida o'qituvchi o'quvchini ayovsiz kaltakladi. Tasvirlarda ham ko'rish mumkinki, janjal vaqtida o'qituvchi tomonidan o'quvchiga tan jarohati yetkazilgan. Aniqlanishicha, holat poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 275-sonli umumta'lim maktabida sodir bo'lgan. Holatga yanada aniqlik kiritish maqsadida muxbirimiz Dovudxon G'ulomjonov maktab mas'ullari bilan suhbatlashishga harakat qildi. Yuqorida siz ko'rgan holat 19-may kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 275-sonli maktabda sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, voyaga yetmagan o'quvchini xuddi shu maktab o'qituvchisi o'zaro janjallashib qolish oqibatida kaltaklagan. Ushbu holatga aniqlik kiritish maqsadida biz bir nechta mas'ul tashkilotlarga yuzlandik. Holat bo'yicha Maktabgacha va Maktab ta'limi boshqarmasi o'zining Telegramdagi rasmiy sahifasida quyidagilarni ma'lum qildi. Holat Toshkent shahar Maktabgacha va Maktab ta'limi boshqarmasi hamda huquq-tartibot organlaridan tuzilgan ishchi guruh tomonidan o'rganilish jarayonida ekanligi ma'lum qilingan. Mazkur holatga yanada aniqlik kiritish maqsadida biz Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamentiga yuzlandik. Aniqlanishicha, o'quvchi dars jarayonida o'qituvchi tomonidan berilgan ko'rsatmalarni bajarmasdan dars mashg'ulotlarini o'tkazilishiga xalaqit bergan. Janjal vaqtida o'quvchiga tan jarohati yetkazgan. Natijada jabrlanuvchi tibbiy yordam uchun shifoxonaga murojaat qilgan. Xo'sh, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan o'qituvchiga nisbatan chora ko'riladimi o'zi? Mazkur holat yuzasidan o'qituvchiga nisbatan Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Birgina o'quvchini tartibsizligi sabab bugun mana shunday holatlar sodir bo'lmoqda. O'quvchilar ham o'z majburiyatlarini bilib, belgilangan qoidalarga amal qilishlari lozim. Oddiygina kelishmovchilik sabab bundan ham achinarli holatlar sodir bo'lishi hech gap emas. Dovudxon G'ulomjonov, Jamshid Ibrohimov, Ovoza informatsion dasturi uchun Toshkent.